Hozirgi qullar kostyum shim kiygan, galstuk taqqan, hokimiyatda, vazirlikda, senatda, deputatlikda o'tirgan insonlar. Avvallari qullik yo'qchilikka yetaklagan, bugun qullik maddohlik odamlarni boqyapti. Hamma yo'q. Shunday. Продается. Sotiladi deganda shu o'zbekcha yo'q. Kim uyini продается deb yozib qo'ygan bo'lsa, hammasi qul. Qul inson tafakkurini, oshqozonini to'ydirish uchun ishlatadi. Assalomu alaykum. Erkin O'zbekiston podkastida bugun erkin so'zini ziddi bo'lgan qullik va maddohlik haqida gaplashamiz. Bugun mening mehmonim Zarifboy aka Ibodallayev. Assalomu alaykum Zarifboy aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qullik haqida gapirganda odamlarni qo'liga kishan solgan qullik davri esga tushadi, lekin bugun kishansiz odamni ongidagi qullik hamon dolzarb deb o'ylayman. Uzoq suhbatni boshlashdan oldin men bir ikkita blitz savollar tuzib olgandim. Qullik qila olish qobiliyatmi yoki nuqson? Albatta bu nuqson. Qullik nasl suradimi? Ha yoki yo'q? Suradi menimcha. Odam o'z ixtiyori bilan qullikni tanlasa, qulaylik sifatida uni qul deb atash mumkinmi yoki erkinmi? Albatta, qul. Haqiqat ustunmi yoki shaxsiy xavfsizlik? Haqiqat har doim ustun. Maddohlik bu qo'rqoq jamiyat mahsulimi? Ha yoki yo'q? Ha. Avvallari qullik yo'qchilikka yetaklagan, bugun qullik maddohlik odamlarni boqyapti. Hamma yo'q. Xuddi shunday. Aksariyat odamlarni. Qullikdan avval ong ozod bo'lishi kerakmi yoki tizim, davlat ozod bo'lishi kerakmi? Qaysi biri birinchi? Davlatni ozod qiladigan narsa bu ong. Ong ozod. Keyinchalik haligi zanjirli reaksiya bu nima qiladi? Ong ozod bo'lmasa, davlat ham ozod bo'lmaydi. Chunki hamma narsani ong boshqaradi. Tafakkur boshqaradi. Qarshiman, qo'shilmayman deya olmagan odam erkinmi yoki yo'q? Erkin Deyishdan qo'rqqan odam shunday. Endi mana shaxsiy xavfsizligiga tahdid soladigan darajagacha boradi. Bu aksariyatlar. Ba'zilar shaxsiy xavfsizlik darajasiga ham qaramasdan boraveradi, erkinlik uchun kurashib, haqiqat uchun kurashib. Aynan ana shular lokomotiv hisoblanadi har qanday jamiyatni, millatni. Demak, baribir o'sha dilemma bor. Shaxsiy xavfsizlik ustunmi yoki haqiqatmi? Ba'zida shaxsiy xavfsizlik ham bor, har holda bor. Davlat uchun tashqi dushmanlar xavfliroqmi yoki ichki maddohlar? Albatta ichki maddohlar. Maddohlar diktatorlarni yaratadimi yoki diktatorlar maddohlarni yaratadimi? Unisi ham, bunisi ham bo'ladi. Bunisi ham. Chunki faraz qiling, agar diktatorlar demokratik jamiyatda hech uzoq davlat boshqarganini ko'rganmiz. 27 yil, 30 yillab yo'qda. Tushundingizmi? Ular 5 yilda velosipedda ko'chada yuradigan qilib qo'yadi xalq. Bunaqa rahbarlarni. O'shuning uchun hali aytganim, qayerda demokratiya bo'lsa, erkin bo'ladi. Xalq qayerda erkinlik bo'lsa, bu demokratiya. Hammamiz biladigan narsa. Undan yaxshisini demokratiyani ham yaxshi deb bo'lmaydi, lekin hozircha undan yaxshisi o'ylab topilmagan deb endi aytgan odam esimdan chiqdi. Shundoqda demokratiya va diktatura bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan tushuncha. Bana mavzuyimiz qullik va maddohlik mavzusini o'zingiz taklif qildingiz. Ya'ni keling, anora shu haqida gaplashamiz deb. Menga aynan nima uchun baribir shu mavzuni tanlaganingiz qiziq. Umuman qullik nima va erkinlik nima? Qanaqa ta'rif berasiz? Klinik psixolog bir professor sifatida. Albatta. Endi keling buni haliga obrazli qilib aytganda jismoniy qullik va tafakkur qulligini ajrataylik. Mana men har doim Spartak kinosini ko'rgim keladi-da. Siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'sha qul oxiri borib ko'rdiki, uni ongi, tafakkuri atrofdagi muhit tufayli o'zgardi-da, ichki tug'yon
qo'zg'alib, u o'sha paytdagi jamiyatga qarshi chiqdi, misol uchun. Va ketidan odamlarni ergashtirdi, baribir uni yog'ochga nima qilib qo'ydi, o'ldirishdi, ko'p qullar bilan birgalikda. Endi xotini, o'g'li tirik qoldi. Xotini yonidan o'tib ketdi. U qul bo'lib yashagandan ko'ra o'limni afzal ko'rdi-da, ketdi. Endi tafakkur qulligi degan narsa bor. Qaranglar. Qadimgi zamonda qulni bilardik. Ko'chada sotib olasiz. Mana Yusuf payg'ambarimiz ham qul sifatida sotilgan, misol uchun. Ma'lum edi. Qul savdogar, mingboshi, yuzboshi. Hozir qullarni bilish qiyin. Hozirgi qullar kostyum shim kiygan, galstuk taqqan, hokimiyatda, vazirlikda, senatda, deputatlikda o'tirgan insonlar. Keling, men o'zim mana oliy ta'limda faoliyat ko'rsatayotgan inson sifatida aytaman. Men o'ylab qaraman, hozirgi qullar o'zini qul deb hisoblamaydi. Qadimgi qullar men qulman deb hisoblardi. Bu tushunarli. Munosabat tushunarli. Hozirgi qullar o'zini qul deb hisoblamaydi. Qul professor bo'ladi, qul rektor bo'ladi, qul dekan bo'ladi. Tushundingizmi? Mana men olim, professor degani olim degani emas, deyman-da doimo. Ular qullar o'zgalar tilida gaplashadi. O'zga davlatlarga ham qiziqadi. Ular har qanday zamonda ham yashab yuradi bular. Demak, bu yashab qolish uchun yoki yaxshi yashash uchun insonni bir qilgan tanlov emasmi hozirgi davrda demak? Xuddi shunaqa. Tanlov. Mana eng katta xavf u zamonda ham bu zamonda ham yashab yuradiganlar. Misol uchun, oling mana ma'naviyat ishlari bo'yicha prorektorlar. Masalan, birinchi ma'muriyat davrida ham yig'ardida yoshlar siyosati bilan shug'ullanardi. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitoblarni muhokama qilinardi va yashab yuraveradi ular. Keyingi davrda ham shunaqa. Mana Shavkat Mirziyoyev o'zi aytdi, nimalar insonlar xavfli, siyosatga baribir qaraydigan befarqlik. Bilasizmi, ular befarq. Ular xavfliligi shundan iboratki, zamon o'zgarsa, bu yoqqa ham moslashib ketaveradi. Zamon shundoq qolsa, bu yoqqa ham moslashib ketaveradi. Sigmund Freud til bilan aytganda yoki Maslow piramidasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, ular yashash uchun nima deydi? Mana bu yesa, ichsa, uxlasa bo'ldi, kuni o'tsa bo'ldi. Ya'ni bular o'sha qaysi lavozimda ishlasa ham unga borib sen qul deb ayta olmaysan. Nega sen unaqasan deydi. Ular fikr quli. Ularni tafakkuri o'g'irlangan va buni o'zlari bilmaydi va bilishni xohlamaydi. Men sizdan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu intervyuni chiqarayotganda o'sha kichik halqa yo'li deydi. Afruzdan mashina haydab boringlar-da, telefonni shular yurgizib o'tinglar. Продается. Sotiladi deganda shu o'zbekcha yo'q. Bilasizmi? Bir o'ylab qolaman. Men uyimni sotaman deb borganimda Berun metrosining bu yog'ida yozadigan bor edi. Keyin o'g'limni yubordim. Bolam banner yozdirib ket dedim. Qattan bilaman endi sotiladi deb yozdiraman. Продается deb yozdirib keldi. Massiv Hajjag'ada uyimiz bor edi, sotish kerak edi. U 97-yillar. Nega sotiladi deb yozdirmading? Ya, men borim darrov chiqarib berdi. Men bordim mashina haydab. Uka nega bunaqa yozding? Aka dedi, hammasi nima-ku dedi. Yana pul to'laysizlar dedi studentlar. Mayli deb men pul to'ladimda sotiladi deb yozib ber dedim. Keyin o'tirdi, lotin tilini xato qilib yozdi. To'dan keyin tashab yozdi-da. To'xta deb o'zim yozib berdim. Men o'ylab qolaman, shu daraja mana shu bilib qo'yinglar. Kim uyini продается deb sotib продается deb yozib qo'ygan bo'lsa, sizlar qulsizlar. Fikr qulisizlar, buni o'zlaringiz bilmaysizlar. Ya'ni o'zlikdan uzoqlashganmi, o'zligini tanimaganmi? Qanday deb aytsa bo'ladi? Juda ham qul daja. Kim uyini продается deb yozib qo'ygan bo'lsa, hammasi qul. Xafa bo'lsa bo'laversin. Borib turib bitta ish qilsa bo'ladi. Borib o'sha продается deb yozilgan joylarni hammasini iltimos, uka men senga $100 beraman. Bir o'yladim ham shuni bugunda. Shuni hammasini sotiladi deb yozib qo'y desam,
kim nima desa, aka hozir shunisi sizni uyingiz baribir 40 yoshgacha bo'lganlar oladi. 89-yil biz til haqida qaror qabul qildik. 90-yildan keyin mana Lotin alifbosiga o'tdik deb yozsa, bitta bola sotiladi deb o'zgartirsa, hamma yoq sotiladi bo'lib ketadi. Bir og'iz etmaydi. To'xta, buni o'ris sotib olmaydi, o'zbek sotib oladi baribir. O'ris oyog'i bormaydigan joyda ham mana shundan bilavering. Baribir ularga qanaqa qilib o'sha qayfidir mudir qul bo'lmasin, o'zini otasi, onasi hammasi bilan gaplashsa va o'zbekcha gaplash desa, qo'ysangchi nima qilibdi desa, qul ular. Qul fikrlaydimi deyshadi. Qul fikrlaydi. Men senga tobeman, men seni qulingman, meni qornim to'ysa bo'ldi deb. Qulning hurdan farqi shundaki, hur inson oshqozonini tafakkuri uchun ishlatadi. Menga mana bu kerak, shuning uchun qornim to'yib turish kerak dedi. Hur inson oshqozonini tafakkuri uchun ishlatadi. Qul inson tafakkurini oshqozonini to'ydirish uchun ishlatadi. Miyani qornini to'yg'izish uchun ishlatadi. Qul mana farqi. Hur inson ovqat yeb turadi, fikrlab turadi. Shu falsafani hozirgi kunga moslashtirsak-da, o'zini o'zi senzura qilish nimaga kiradi? Qullikami yo? Bilasizmi, umuman insoniyat paydo bo'lganda 3 ta instinkt paydo bo'lgan. Qanaqa nima paydo bo'lgan? Birinchisi himoya instinkti, ikkinchisi ovqat izlash instinkti, uchinchisi ko'payish instinkti, seksual instinkt ham deydi. Nima uchun odamlar ovqatni yaxshi ko'radi? Kitobdan ko'ra. Chunki birinchi bo'lib ovqat ta'm bilish reseptori paydo bo'lgan. Birinchi Sigmund Freud til bilan aytganda, ilm, fan hamma narsa instinktlarni qondirish uchun paydo bo'lgan. Misol keltiraman. Ibtidoiy jamoa davrida, eramizdan million yil ilgari toshlarga shundoq stilga qo'ygan. U ana yoqqa borsang mamont bor. Uni o'ldirsang, bolangga nima qiladi? Bu yoqqa stilga qo'yishgan. Bu yoqda yo'lbarslar yuribdi, ayiqlar bormi, o'lasan. Keyinchalik toshga chizish uchun ilon chaqib qo'yishi mumkin. Uyda terilarga yozib qoldirgan. Sharqqa yursang mamont bor, g'arbga yursang yo'lbars bor, ehtiyot bo'l. Masalanda, sekin-asta kitob paydo bo'ladi. Dastlabki yozuvlar ham qorinni to'yg'azish uchun paydo bo'lgan. Birinchi ehtiyojlar. Shuning uchun ham kitobga qiziqish yo'qligini hamma nafs balosiga, hamma dinimiz bilan tanqid qiladi. Duchor bo'lgan ham sababi nafs markazlari miyaning qoq o'rtasida joylashgan. Bosh miya katta yarimshalarning po'stloq qismi, aql, zakovat, tafakkurga javob beradigan qismi keyin paydo bo'lgan. Tushundingizmi? Nafsni tiyish qiyin. Shuning uchun ham hattoki ikkilanib turgan, haqiqatni gapirayotgan odamlar oldiga shu 10 ming dollar otib yorsa, bo'ldi men deydi. Yig'ishtiraman bu odatimni deydi. Bu dunyoda ikkita narsani sotib bo'lmaydi. Biri vijdon, biri prinsip. Tagida e'tiqod yotadi. E'tiqod aqldan ham murakkab narsa-da. E'tiqoddan voz kechish ham bu bir qullikni turi demoqchimisiz? Qullikni turi, endi mana kasalliklarning ham yengil, o'rta og'ir turi bo'lgandek, qullikni ham har xil nimalari bor. Bilasizmi, yana bir marta aytaman, u paytda jismoniy qullikni etadigan bo'lsak, hatto shular kurashgan. Yana bir marta aytaman, hurmatli deputatlar, senatorlar, hokimlar, nimalar, ko'pchiligi professorlar tafakkur quli. Qul degani o'zini fikri boshqa narsa uchun xizmat qiladi, aytganini qilaveradi. Mana rektor ilmiy kengashda katta majlis o'tkazyapti. Bundan necha yil oldin bo'lgan voqea. Kafedra mudiri turdida rektorning qilayotgan narsalarni maqtadi. Rektorning dokladidan keyin zo'r narsalarni aytdi. Keyin chiqdik, hamma tarqaldi. Bizning institutimiz katta, 200 dan oshiq nima. To'g'ri dedim. Lekin mana bu narsalar noto'g'ri-yu, shunday aytmadingiz desam, zarb qo'y. Teskari bo'lib qolib nima qilaman? Xo'p, maqtamassangiz bo'lardi-ku desam, nima ishingiz bor siz degandek gapirdi-da. Ko'rdingiz mana. Ya'ni moslashuv, bilasizmi? Adaptatsiya degan narsa bor. Hozir zamon o'zgarsin, mana bilib turibmiz-ku. Darrov moslashib olishadi. Siz ham kelmaydi, kabob ham kelmaydi. Mayli, men oddiy xalqni bilaman. Professorlar, olimlar endi unaqa emas-da.
Demak, vaqtiga qarab, vaziyatga qarab isyon qilish, vaziyatga qarab tanqid qilish ham baribir qandaydir haqiqiy olim isyonkor bo'ladi. Mana kimdir yozibdi, buni kimdandir olib yozgandir deb xohlagan tiliga tarjima qilsin. O'zim kallamga kelgan. Qachon kallamga kelganim aytaman sizga. Vavilov haqida. Vavilov buyuk seleksioner. Vavilov 57 yoshida Stalin turmasida tepkilab o'ldirishdi. Lisenko degan bo'lgan, Lisenkovshina deydi, o'sha Makka jo'xori siyosati paytida 57 yoshida uni urib o'ldirishdi. Shunaqa buyuk olim bo'lgan. Yevropa Fanlar akademiyasining hammasiga a'zo bo'lgan. Necha marta chaqirishgan Kebizaga deb. Bug'doyning seleksiyasini juda ko'p nimalarni qilgan. Prosta Stalinni mana bu siyosatiga qarshi chiqqan. Qishloq xo'jalik nimasiga. O'zini shogirdi buni sotadi. Keyin oxiri aytishadi, ayt deydi. Hattoki buni qamalganlarni quyoshga olib chiqib aylantirib kelib turishgan. Kasal bo'lib qolmasin deb. Buni unga ham olib chiqishmagan. O'pka kasalidan yo'talib tepkilarning tagida o'ladi. Buyuk olim. Men dedi, yo'q, mayli degani bilan unaqa emas-ku dedi. Prinsipni qarang. Men xo'p, shundoq desang bo'ladi, qutulasan-ku, chiqasan qamoqdan desa, u bilan bu shundoq bo'lib qolmaydi-ku dedi. Mana haqiqiy olim. Qachon ko'rgansiz? Bugun boringda, Mendeleyev jadvalini ochingda, barcha Nobel mukofoti laureatlarini qarang. Birortasi ilmiy tekshish institutining direktori bo'lganmi? Bittasi ham bo'lmagan. Na Rutherford, na Curie, na Niels Bohr, hammasi laboratoriya mudiri bo'lgan. Nafsiyotdagi mudir bo'lgan-ku. Chunki reaktor sotib olish kerak, pul tushirish kerak. Haqiqiy olimdan siyosatchi chiqmaydi, katta rahbar chiqmaydi. Ular ayniqsa fizik, matematiklar olaylik. Men bu sohani olimlarini aytayapman. Ular tafakkur yurgizib, nima qilguncha, yani o'rtamagan odam o'zining ishini qilib qo'yadi. Hatto bu o'zini prinsipiga sodiq qolib, hech bo'lmaganda o'zining yo'nalishi uchun kurashsin. Ya'ni bu odamlarni psixologik tilda aytish mumkinmi? O'zini e'tiqodi, prinsiplarini qo'llaydi deyish mumkinmi? Shularga sodiq odam. O'zini prinsipiga sodiq. Ularda prinsip yo'q. Prinsiplarini qo'li, o'zini e'tiqodini qo'li, undan hech qachon voz kechmaydi deyish. Ya o'zini e'tiqodi, o'zini prinsipi. Prinsip ham go'zal so'z, e'tiqod ham go'zal so'z. Ular besprinsipli odam degan bo'lardi. Yana bir marta aytaman. Keyin o'zini fikrini aytmasa, olim odam degan jamiyatni nimani, o'zini sohasini zo'r bilish kerak. Ertaga nima bo'ladi? 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'ladi? Har qanday dissertatsiyada prognoz degan narsa bor. Qarangda, bu hech bo'lmasa tibbiyotdagi siyosatni ochiq gapirsa bo'ladi. Nega gapirmaydi? Nega jim o'tiradi? Nima qila oladi? Bizda shiorlar ham kuchli-da, shiorlar ko'p. Shu misol uchun mustaqillik bo'lgandan bir, undan avval Sovet davrida ham bo'lgan, keyin ham bo'lgan. Odam mana shu buyuk kelajak va boshqa shiorlar yana umuman shu shiorlar ham odamni qanaqadir psixologik qafasga solishi mumkinmi shu? Qarangda mana. Endi buni tushunishlari kerak-da. Mana shu ma'naviyatchilar ham yoki yoshlar siyosatini olib boradiganlar hamda xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Endi inson shunaqa tuzilgan. Erkinlikni xohlaydi hamma. Xohlaydi. Lekin erkinligini olib qo'ygandan keyin mayli deydida nima qilaveradi. Inson o'zi xohlab qilsa, o'zi xohlab nima qilsa, siz bordingizda milliy taomlarga bordingiz, 20 xil ovqat, lag'man yegingiz kelib ketdi. Yo, mana tabaqa yengib olib kelsa, jahlingiz chiqadi masalan. Ya'ni boshqarish, boshqa tomonlama boshqarish kerak-da yoshlarni. Yo'naltirish kerak. Yo'naltirish boshqa, zalga yig'ib turib ularga notasiya o'qish boshqa. Ensasi qotadi. Mana menga oddiy misol. Qizimda xulq-atvori o'zgargan, aytganimni qilmaydi. U bu deb keldi. 18 yoshli qiz shunda o'tiribdi, jahl bilan shoshmang dedim. Qizingiz oldi bu gaplarni aytmang dedim. Qizim sen chiqib turgin. Bor shuna o'zi bilan gaplashdim, aytganimni qilmaydi. Qo'rqaman, qattiq gapirsam o'ziga bir narsa qilib qo'ymasin deb. Keyin xo'p, qizi bilan o'zi bilan alohida gaplashdim. Onasini u yoqda qo'yib, ko'p vaqtim ketdi. Ikkalasini chaqirdim. Oyi, men necha marta aytganman sizga. Ishlarni qilaman. Menga o'sha joyni supur deb aytsalar, na prinsip borib supurmayman. Nega qizim deyapti? Aytmasangiz ham o'zim qilaman-ku. Avval ana yoqda idish sog'lanib yuvayotdim, keyin buni qilaman. Keyin nega desam,
bilmayman, o'zim qilsam mazza qilib qilaman, naushnik qo'yib eshitib qilaman dedi. Odamzod psixologiyasi shunaqa. Mana bolalarni so'rang, ozgina maqtab qo'ying, ayting, o'zi qilaveradi. Shuning uchun shior ostida kimlardir yig'ib, odamlar nima qiladi aytaymi? Deylik, ma'naviyat, ma'rifat ishlari bo'yicha mayli, hadeb proyekt demaylik, bo'lim boshlig'i institutda o'qiyotgan 1-2 kurs bo'yicha ma'naviyat darsini o'tayotganda bilasizmi nima qilib o'tiradi? O'tirgan talabalar. Rasm chizib o'tirishadi. Yo'q, rasm chizib o'tiradi, uni muhokama qilib o'tiradi. Mana hozir ikkalamiz intervyu beryapmiz-ku, bizlarni muhokama qilib tinglashadi. Anar Sadiqov bunaqa, Zarif Poybozoyev bunaqa, meni bilgan meni muhokama qiladi. Siz bilgan siz muhokama qiladi. Ma'naviyat, ma'rifat bo'yicha ana nizomiy institutda bo'lgan voqeani bilasiz. Bu muhokama qilib o'tiradi kimligini. Bu ana qizlar bilan yuradi deydi. Bu nima qiladi deydi. Eshitadimi shu? Ma'naviyat, ma'rifat haqida gapirib turganda. Shuning uchun ma'naviyat, ma'rifat kabinetida ma'naviyat, ma'rifat o'qitilmaydi. Ma'naviyat, ma'rifat deb bo'lish kerak matematika, biologiya, fizika hamma o'qituvchi. Matematika, fizika, biologiya, tarix o'qituvchilari kalta yubkada o'tirib dars o'tsa, keyin ma'naviyat bo'limi boshlig'iga chiroyli kiyingan nimaga ma'naviyat haqida yo'q. O'rnak bo'lib, rosttaraf o'zi o'rnak bo'lib shunaqa nima bo'lish kerakki, men shuncha taklif bilan chiqdim, ma'naviyat, ma'rifat markazlarini tibbiy psixologik yordam markazlariga o'zgartirsak. Yo bo'lmasa tibbiy psixolog kabinetlarini ochsa, depressiyasi bor, nevrozi bor insonlar ko'p. Depressiyasi bor, nevrozi bor insonga ma'naviyat, ma'rifat haqida gapirsak, och odamga tambur chalib bergandek bo'ladi. O'zi oshqozon tambur chalib yotibdi. Avval uni ruhiyatini davola. Nevrozini yo'qot, depressiyasini yo'qot va nega shu nevrozga uchradi? Nega shu depressiyaga tushdi? Avval shuni yo'qot, keyin ma'naviyat, ma'rifat haqida gapir. Shiorlar kerak. O, masalan, rosa yozgani Churchill, De Gaulle bundoq qaraganda bitta so'zi o'zi yoki Janna d'Arc 19 yoshar qiz, 19 yoshar qiz, epilepsiyasi bor qiz. Butun fransuzlarni bir og'iz ikki og'iz so'zi bilan ko'tardi Angliyani nimasiga qarshi turib bera oldi. Qarang, tarixda qolib ketdi shu ham. Demak, sizningcha shiorlar baribir qaysidir ma'noda kerak agar ular yo'naltiruvchi kuchga ega bo'ladi. Shunaqa endi bu har haftada demagogiyaga aylanib ketmaslik kerak. Lekin mana hozir tarbiya haqida ham gapirdingiz-da, umuman bizda maktabdan yoki oilaviy tarbiyadan shu qullikka undov yo'qmi? Misol uchun, hatto maqollalarimizda ham bor. Ani tinch och qornim, tinch qulog'im yoki gap qaytarma deyshadi tarbiyadan boshidan kimdir boshqacharoq fikr bildirsa. Maktabda ham otangni o'ldirganga onangni ber. Buni shunaqa yoki maktabda ham o'qitish tarzida misol uchun ko'proq fikrlashga emas, ko'proq qaytarishga. Tobelikka, qaytarishga, o'qituvchiga quloq solishga, u aytgan gap to'g'riligiga, boshqacha alternativ fikr bildirishga qarshi chiqadi. Shunga moslashgan maktablarimizda va hozir siz aytgandek universitetda ham yo'nalish bermaydi, ya'ni qo'yadi aslida mana shunaqa bo'lishi kerak deb. Fikrlashga undaydigan joy yo'q deydi, na uyda, na o'qishda. Xuddi shunaqa tafakkurni qolipga solish va o'quvchilarni tafakkuri bilan hisoblashmaslik, o'zini tafakkuriga moslashtirish. Bu xarob qiladi rivojlanishni ham, taraqqiyotni ham, texnologiyani ham. Tushundingizmi? Mana o'zingiz ham maktabga a'lo baholarga o'qigansiz maktabda. 5 bahoga o'qigan o'qituvchi bilan tortishib qolsa, bo'ldi, ketdi, dushmaniga aylanib qoladi. O'sha paytlari o'rislar ba'zi maqolalarni o'zbekchaga tarjima qilib kiritib olgan. O'sha dashnoqa armanlar ham men buni bilaman, tarixchilar bilan gaplashib turaman. Chunki tarixga endi yoshligimdan qiziqqanman, bu bir. Ikkinchidan, albatta mana ana u kino bor-ku, o'ladi, 3 ta xotin bunga qoladi, akasi nimasi ham qiziqarli bir kino o'zimizga ishlashgan. O'shanda shunaqa odamlar chiqdi, gapir deydi. Ularni o'rislar tiklaydi, rivojlantiradi-da. Bu xalqni buyuk xalq, albatta buyuk xalqmiz, hamma xalq buyuk. Gruzin ham buyuk, o'zbek ham, tojik ham, hamma xalq buyuk. Bitta xalq buyuk emas deb aytib bo'lmaydi. Hammada mutafakkirlar chiqqan. Kerak bo'lsa aqlli odam o'zbek xalq buyuk xalq desa nima, tojik buyuk emasmi deydi. Uni dash gapirish ham kerak emas, chunki ko'p millatli xalqimiz bu yerda-da. Shunaqa maqollarni kiritadi. Qatta
otangni o'ldirganga onangga ber. Shu maqolmi uni aqlli odam shu maqolni chiqaradimi? Bu yuzingni ursa, bu yuzingga nima qilib ber? Tosh bilan urganni osh bilan ur. Mana shularni yig'ib qarang, hammasi tobelikka undovchi. Bular xalqni tafakkurini so'ndirish uchun maxsus kiritilgan nimalar, kim kiritganini ham bilolmay qolasiz. O'sha maddohlar nimalar kiritadi? Qarang, doimo bizlarni savodsizlar boshqargan. Yo'ldosh Ahon Boboyev kim? Fayzulla Xo'jayev kim? Misol uchun. Nega u o'qishga nimalarga yuborganda, nega 100 ta bizlarni o'zbeklar Germaniyaga borgan yo'q qilarildi? Nega jadidlar yo'q qilarildi? Nega yaqingacha jadidlar haqida gapirganda, "Hey, qo'y" deb maqolani chiqarib yurishdi. Birdaniga hamma jadidga aylandi, jadid jurnali ham chiqib boshladi. Bilasizmi? Hozir tepada bitta komanda berilsin, o'sha ma'naviyatchi bir haftadan keyin mana shu kuyga nima qilib boshlaydi? Gapirsang, qo'ysangchi siyosatingni deydi. Yo'q, to'g'ri, lekin betaraflar. Sovet davrida shu misol uchun maktab direktorlariga ham qorovullar direktorligiga qo'yilgan yoki Yo'ldosh Ahon Boboyev misol uchun o'qimagan odamlarni rahbar qilish yoki umuman propaganda bilan, tashviqot bilan odamlarni ommaviy ongsizlashtirish bo'lgandir. Lekin hozir ongli ravishda qullik qilish, ongli ravishda maddohlik hozir boshqacha emasmi? Odamlar ongli ravishda maddohlik qilmayaptimi? Aql bilan maddohlik qilmayaptimi degan bo'ladi. Mana qarangda Anoraxon, siz ham men ham ko'p intervyularimizda shu yopishganimiz hukumatni ba'zi siyosatlarni tanqid qilamiz. Keling endi odamlarni nima qilaylik? Sen o'zingni kafedrangda o'zbekcha gapirsang kallang ketadimi? Eshigingga sotiladi deb yozib qo'ysang bir narsa bo'ladimi? Qarangda, keyin o'zbek ishbilarmonlarini Qozog'istonga qochirib yubormay, uni hadeb tekshiraverib joniga tegmasang bo'ladimi? Yoki kafedrangda kimdir sendan oldinroq kandidat yo'qlagan bo'lsa, sendan oldinroq darslik yozgan bo'lsa, tushundingizmi? Xo'p deb buni ulug'lasang bo'ladimi? Nega odamlar o'zini isloh qilmaydi? Nima? Ibn Sino davrida, Beruniy davrida, Al-Farobiylar davrida nima? Ma'naviyat ma'rifat markazlari bo'lganmi? Yo urush bo'lmaganmi? Bu xalq mana shu biza himoya qiladigan xalq, o'zini isloh qiladigan aqlli odam, o'zini ongli odam qul bo'la olmaydi. Ongli odam kimgadir yoki qaysidir hukumatga yoki umuman qul bo'la olmaydi degan shu narsani nazarda tutmoqchimiz, misol uchun. Xuddi shunaqa inson, tafakkurli inson. Qaranglar, ular vechni ketadi bunaqa odamlar, qarang. Mana shu xalq biz kelamiz, uni himoya qilib, hadeb qancha mana siz azob chekdingiz, bizlar mana nimalardir bo'ldi, bilasiz, har xil narsalar. Osib qo'yibdi. Talabalar savol bersa endi. Beruniy nega Xorazmda tug'ilgan u, Afg'onda yotibdi qabri? Nega Alisher Navoiy mayli Hirotda nimada boshqardi, nega u yoqda yotibdi? Bu xalq nima uchun o'zini 1000 yilga yetadigan olim ulamolarni himoya qilmadi? Nima uchun otda yurib yozdi tib qonunlarining katta bir qismini? Nega? Hamma joyda jadidlarni rasmini osib qo'yibmiz. Kim ularni o'ldirtirdi? Kim ularni himoya qilmadi? O'sha xalq himoya qilmadi. Ana azobini chekib o'tdi. Tarixga, Yevropaga, Rossiyaga o'tib ketdik. Keling o'zimizni maddohlarga, o'zimizni maddohliklarga, o'zimizni qulliklarga qaytaylik. Siz psixolog sifatida, professor sifatida, professor mayli bu unvon hozir professor va olimlik haqida ham fikrlarni bildirdingiz. Professor balki bu unvondir. Lekin olimlik bu shu siz aytganingizdek haqiqiy erkinlik, haqiqiy erkin bo'la olgan, isyonkor bo'la olgan balki olim bo'lar. Professor bu unvonlidir, unvondir shunchaki uni maddohlik qilib ham professorlikka erishish mumkindir. O'zimizga aynan bugungi kunda maddohlik deganda mana hozirgi davrga moslashib onlayn maddohlik ham rivojlanib ketdi-da, misol uchun. Onlayn olamga kirsangiz, misol uchun yuqori odamlarni videolarini bo'lishish, maqtab bo'lishish, xuddi uni ko'radi-yu, unga qanaqadir mansab beradigandek. Ko'p like bosish ham bir qanaqadir balli maddohlikni turidir. Bu savolingizga 120 yil oldin Freud javob bergan. Sigmund Freud aytgan. Keyin uni Carl Gustav Jung,
Alfred Adler, individual psixologiya asoschisi Alfred Adler, Carl Gustav Jung ommaviy ongsizlik haqida zo'r ta'limoti bor. Har qanday jamiyatda ham endi bu inson o'zini o'ylaydi va o'z ehtiyojlarini qondirish uchun yashaydi degan. Keyin to'xta deganda buni ta'limotiga endi 3 yildan keyin o'ladi nimadan? 39-yil o'ladi. Как раз mana 2 kun oldin 23-sentyabr Sigmund Freud o'lgan kuni. Alfred Adler aytadi, Carl Gustav Jung ham unga sal nima kiritadi. To'g'ri. Ilm fan bilan o'zini isloh qilish, rivojlantirish orqali inson o'zini ehtiyojlarini qondirish mumkin deydi. Agar unda ilm va tafakkur yetmasa, kattakonlarni maqtash orqali, maddohlik orqali o'z ehtiyojini qondirish mumkin deb. Maddohlar hamma zamonga xizmat qilaveradi. Endi oddiy like bosadigan, uyda o'tirib onlayn maddohlikka keladigan bo'lsak, tafakkur nol, tafakkur past. Shunaqa qiladida kimgadir yaxshi ko'rinishga. Bilasizmi, mana axborotda intervyu beradi otaxon. Men rahmat, mana hokimimizga rahmat, hukumatga rahmat, mana shu tashlanib bo'lib yotgan joy edi, menga imkoniyat yaratib berdi. Mana shu men do'kon ochdim, dedi-da, axborot 24 ta nima beradi? Intervyu. Qaytib kelgandan keyin adasi dedi, $2000 pora berdi-ku, o'sha tashlangan joyni olish uchun hokimga dedi. Keyin uni ichini nima qilish uchun meni bojangizdan dedi $3000 qarz olib turdingiz dedi. Nega bularni gapirmadingiz dedi. Qo'ydish axborotga chiqib hokim maqtasam tegmay turadi bunga. Shuncha maqtadim dedi. Bu yerda Freud bor. Yana o'sha Sigmund Freud bor. Axborotda gapiradiganlar, televideniyada gapiradiganlar, bular ongli ravishda ichidagini gapirmasdan o'zini himoyasini yaratib oladi. O'zini senzura qilish. Da, ular shu yo'l bilan lavozimda turadi, shu yo'l bilan bola chaqa boqadi. Endi o'sha qorin 2 kosok buxankaga ham ustiga mana arzona pomidorlar 3 so'mga tushib qoldi. 3 so'm ko'z oldiga keltiring. Ikra qilib qo'ysinda, keyin shuni ikrani yeb yashayversa, ana och quloqim, tinch quloqim degandek, maddoh, chunki psixopatiya degan narsa bor-da. 30% odamlar psixopat. Uni ikkita ojiz tomoni bo'ladi. Biri maqtovni yaxshi ko'radi, biri tanqidni. O'ligingiz kelsa uni tanqid qiling, qamalgingiz kelsa, psixopatni. Yoniga kirib bir yashab qolishni, o'sishni xohlasangiz maqtang. Tushundingizmi? Ya'ni ular maqtov shunaqa narsa, serotoninni oshiradi miyada. Hadeb maqtayversa, inson mazza qiladi. Menga psixologik nuqtai nazardan maqtov bilan maddohlikni farqlab bering desangiz, agar rahbar ishchini maqtasa, bu maqtov. Agar ishchi rahbarni maqtasa, bu maddohlik. Bir marta maqtasa, tug'ilgan kuni bo'ladi. Demak, bir yilda bir marta maqtasa bo'ladi. Agar 3-4 marta maqtayversa, laganbardorlik va nimaga kiradi? Maddohlikka kiradi. Maddohlikning maqtovdan farqi shundaki, maddohlikning tagida biror bir nima naf ko'rish niyati yotadi. Maddohlikda. Maddohlikning tagida naf ko'rish niyati yotadi. Maqtovda hech qanaqa niyat yotmaydi. Tushundingizmi? Maqtaydi. Agarda Anoraxon sizni 3 marta kimdir maqtasa, bilingki, sizga intervyu bergisi kelyapti, masalan. Keyin chaqirmasangiz, manfaat xohlaydi. Chaqirmasangiz, keyinchalik o'shani aytdingiz onlayn deb. Sekin-asta nimalarni chiqarib boshlaydi saqingizda. Jahlingiz chiqarib boshlaydi. Masalanda, tushundingizmi? Ilmi bor, tafakkur bor odam, Freud tili bilan aytganda, ilm qilib kitob yozib o'zini qondirib yuraveradi. Ko'rdingizmi? Mana hozir tushuntirgan narsalaringizdan shunaqa xulosaga keldimki, lekin ba'zi bir bizani jamiyatda hozir maddohlikni ko'payib ketgani bu o'sha baribir yashab qolishga bo'lgan ehtiyoj. To'g'ri, ikkita buxanka bilan, chunki oylik ekan. Buxanka non bilan ham qonni to'yadi yoki ikra ham, qimmat ikra ham qorin to'yg'izadi, oddiy qotgan non ham qorin to'yg'izadi, lekin yaxshi yashash, ya'ni ehtiyoj, nafs, shunchaki yaxshi yashash, odamga o'xshab yashash uchun, rivojlanish uchun bir rivojlanishi ham bitta turi shu maddohlik orqali bo'lib qolgan. Chunki yuqoridan balki shunga o'zi talab bordek.
yuqori talabga ehtiyojida odamlarda shunaqa maddohlik ko'payib ketmayaptimi? Endi qaranglar, men yana bir marta aytaman, Anaraxa. Qars ikki qo'ldan chiqadi degandek, bilasizmi? O'zini soqit qiladi-da. Baribir xalqning o'zida ayb ko'p. O'zida. Masalan, hozir professorlar bor, ishing qil deyish mumkin. Lekin baribir qulmi qulligicha qolaveradi. Mana men ochiq aytyapman. Dekanmi, prorektormi, rektormi, qulligicha qancha odam lavozimga tiklangan sayin shuncha qo'rqoqlashib boradi. Yanada chuqurroq aytsam, Lavozimlar qancha insonning kamchiligi bo'lsa, shuncha lavozimga intilaveradi, lavozim bilan yopgisi keladi. Shuncha ko'pchilik lavozimdan ketgandan keyin qamalib ketyapti. Lavozim paytida ham tuhmat bilan qamalib ketyapti. Bu hayotga kelishdan oldin yashashdan maqsad ekan. Bu bilasizmi? Hamma narsa oila uchun. Birinchi navbatda oila. Ilm orqali hamma narsaga erishsa bo'ladi. Yana aytaman, zo'r duradgorsiz, zo'r naqqoshsiz, nohatga och qolasiz. Zo'r mashina tuzatadigan ustasiz. Yaqinda menga aytayapti bittasi. Yaxshi elektrik topa olmayapman dedi. Hammasi Rossiyada yuribdi dedi. Yaxshi ustalar topish qiyin bo'lib ketdi. Och qolmaydi. Yana bir marta aytaman. Barcha shu buyuklar o'tgan davrda xalq yaxshi yashaganmi? Doimo urushlar bo'lgan-ku. Ibn Sino davri, Biruniy davri, Al-Xorazmiy davri bo'lgan-ku. Ilm ko'p, odam ko'p narsaga erishgan-ku. Amir Temur naqadar hurmat qilgan, juda hurmat qilib olib yurgan, o'zida katta pullar bergan deydi. O'sha ustalarga. Ko'rdingizmi? Lekin mana shu bizani bizani xalqimizda qanaqadir tarixdan bo'lgan-ku, o'sha vaqtda ham mana shohga qarab, shohni madh etish, she'rlar yozish, unga atab ulug'lash, oldin shoirlar, amirlarni ulug'laydigan shoirlar bo'lgan va hozir ham xuddi shu narsa davom etib kelayotgandek. Bizani yana qadriyatlarimizni bir turiday maddohlik emas, bu kattalarni hurmat qilish, tarbiyali, kattalarga hurmat qilish belgisi sifatida davom etib kelmayaptimi yoki? Kattalarni hurmat qilish kerak, hurmat qilishning yo'li mansabdagilarni ham misol ko'p. Endi o'zidan ko'rsin, kulgi bo'laveradi xalqqa. Ularga bir narsa deya olmaysiz. Mana men 2016-yil hali ham turibdi internetda mashrabni osgan eldan men mehr kutarmidim deb yozgan joyim Abdulla Aripovni. Mashrabni osgan eldan, mashrabni el osmadi, mashrabni shohlar osdi. Shohra terisini shunda masala. Yo'q, mashrabni osgan el deganda balki ular shunga jim qarab turgan elni aybdor sifatida aytgandir. Unda shunaqa yozish kerak edi. Mashrabni osgan eldan deb yozilgan, yana kirib o'qing. Emasda. O'zingiz o'ylangda. Endi bilmadim, yaqin tarixdan xulosa chiqarmay hali ham maddohlik qilaversa, endi bilmadim, kulgilikdan ham pastlikda u. Lekin shundan maddohlikdan tarbiyalanish uchun, qullikdan tarbiyalanish uchun nima qilish kerak? Saqlanish uchunmi? Saqlanish va undan chiqish uchun, zanjirsiz ongdagi qullikdan qutulish uchun nima qilish kerak? Mana qarangda, anorim, keling bu sizdan kelib chiqamiz. Nimalar o'tdi bilamiz mana. Dushmaningiz juda ko'p, lekin shu dushmaningiz ko'pchilik sizga havas qiladi. Zo'r-ku shu. Yaxshi-ku. Maddohlarning umri, maddohlik yaratib bergan jamiyatgacha, undan keyin to'kiladi ular. Ularni hech kim hurmat qilmaydi. She'rlarini ham bilmaydi, nimasini ham bilmaydi. Ko'rdingiz mana o'sha Hamid Olimjon, Cho'lpon, Fitrat, G'ofur G'ulom davrida bo'lgan voqealar mana shundoq ochilyapti-da. Nega shundan xulosa chiqarishmaydi? Ana nechta joyda Qur'onda, endi men kerak joylarni o'qiyman, 69 ta joyda Baqara surasida aytishadi, aqlingizni ishlatmaysizmi? Aqlingizni ishlatmaysizmi degan joylari bor. Aqlini ishlatmaydimi? Ishlatsin aqlini. Bitta orden uchun. Ya O'zbekiston qahramonini olaman deyish uchun maddohlik qilish kerakmi? Keyin prezident ularning maddohligiga zor emas, u ishini qilyapti. Masalanda lekin maddohlik qilganligi unvon berildi, boshqa narsa berildi. Nimaga kerak bosh unvonida? Sen fikr qulligidan chiqishing uchun fikringni ozod qilishing kerak. Sen hech qachon birovni o'zgartira olmaysan, sen o'zingni o'zing o'zgartirasan. Sen o'zing o'zgarsang, jamiyat o'zgarishi mumkin. Hammasida o'zi.
Mana shu Mark Aurelius, Seneca, Epiktetning ta'limotlarida Sokratnikidan sal farq qiladi. Sokrat, Konfutsiy ham, Sokrat ham shu jamiyatni o'zgartirishga asosan o'qisangizda shu narsalar ko'proq yozilgan. O'sha paytda 2300 yil oldin ishlangan nima hali ham turibdi. O'zi o'sha aytgan odamlaringiz bugundan boshlab yig'ishtirsinda, endi kecham bo'lgani yo'q. 45 yoshdasan, 46 yoshdasan, yig'ishtirganda o'zingni isloh qil. Buning uchun ilmlilar ham maddohda, ilmingni xalqqa xizmat qilish uchun, o'zingni isloh qilish uchun, mana o'zingni sohangni rivojlantirish uchun ishlat. Mana shu yo'l bilan chiqsa bo'ladi. Maddohlikdan chiqish uchun maqtama bo'ldi. Ishdan ketsa nima qilib ketsang? Lekin mana psixologiyada qo'rquv degan narsa ham bor-da. Misol uchun kecha Turkmanistonda majlisida ko'rdik. Shu fuqarolardan biri chiqib bo'ldi, biz juda ham farovon bo'lib ketdik. Bizga endi maoshlarni, o'sha pensiyalarni oshirish kerak emas degan. Ya'ni bunaqa maddohlik, bu darajadagi ko'rinishi, buni qo'rqoqlikni ham mahsuli deyish mumkin-da. Bu yerda ikkita vaziyat tushuntirish mumkin. Birinchidan, ularda iqtisodiy vaziyat qiyin, hattoki nonlarga ham o'chirib turish, navbatda turish boshlangan deyishdi. Qanaqadir xalqni hovrini tushirib turish uchun qanaqadir o'sha oqsoqolga chiqib gapir degan bo'lishi mumkin. Agar uni chinovniklar gapirsa, xalq so'kib boshlaydi. Bu bir. Itak vazani cholni ham nima qilayotgandir. Ikkinchisi, unaqa odamlar topiladi. Unaqa maddohlar nimalar topiladida, chiqib gapirsanga prezident nima qildi deydi. Mana ular uchun bir ulug' narsa-da. Bo'ldi, nima qiladi? Chiqib gapiradi. Bitta ikkita odam topiladi, lekin shunaqa ulug' bir millat, Maxtumqulini chiqargan millat qarang. Maxtumqulini hamma she'rlari, ruboylarini qarasangiz, rosa savalagan tepadagilarni. Mana unga bahaybat haykallar qo'yib, mana 300 yilligini nishonlab nimalar qilinyapti. Agar Maxtumquli hozir o'sha yurtda tirik bo'lganda edi, uni Mashrabni, Nasimini kunini boshiga solishgan bo'lardi. Tushundingizmi? Yana shu qutulish uchun, mana shu maddohlikdan qutulish uchun baribir hukumatdan baribir bog'liq bo'lib qolyapti-da. Ya'ni ichkaridan, odamlarning ongidan boshlanish kerakmi yoki davlatdan? Davlatda baribir avtoritar bo'lgan davlatda odamlar baribir qo'rqoqlikdan ham qutulib, isyon qilib, yana shu savolingizni tushundim da. Uchun qachon bosh ko'tara oladi? Ya'ni yaxshi ma'noda bosh ko'tara oladi. Nima demoqchi bo'lganingiz? Yoki voz kecha oladi. Kamida maddohlikdan voz kecha oladi. Nima demoqchi bo'lganingizni angladim. Endi qarang. O'sha fevral oyida mana o'zingiz tashkil qilgan joyga yig'ilganimiz har xil muammolar bo'ldi. Mana shu erkinlik berish kerak, erkin so'zlaydigan jurnalistlar, erkin gapiradigan odamlarga imkoniyat berish kerakdi. Ularni rag'batlantirib borish kerak. Bularni haliga ustiga 50 millionlab shtraflar qo'yilmasdan, nimalar qo'yilmasdan-da keyin deb keyin bu yoqqa qarab yo'naladi. Mana jurnalistlar uyushmasini biz tanqid qilamiz masalan. Bir 20% bo'lsa, yani unga ham yetadimi yo'qmi? Erkin fikrni aytadiganlar, qolganlar bundoqlar ko'pda. Shuning ichida 40% bu yoqqa ham bu yoqqa o'ynaydiganlar bor jurnalistlar ichida. Uni qutulish uchun ozgina qo'shilib, bu yoqqa bir nima qilib, esida bo'lsa o'sha galam qanchasi ketib qolgan ham bo'ldi-ku. O'sha biz yig'ilgan joyda. Misol uchun. To'g'ri, ma'ni bu gal nima uchun asosan xalqni gapirayotgan sababi u ham uyg'onsin, gapirsin degan ma'noda hukumat albatta erkinlik berib nima qilish kerak. Lekin erkinlik berilmaydi, tortib olinadi. Yaxshi ma'noda. Hamma chiqib erkin gapiraversa, albatta hukumat yo'q deydi. Yaxshi ma'noda gapirsa nima qilibdi? Bilasizmi, mana men gapiraman-ku, u deb ogohlantirishadi. 2-3 oydan keyin birdan hukumat qarorida ko'rib qolaman. Masalan, shanba kuni, oila kuni bo'lsin deb ko'p gapirdim. O'sha mana chiqdi keyin dorilarda ABC'ga bo'lish kerak, nima dalillarga asoslangan tibbiyot bo'lish kerak deganda bu ham sekin kiryapti. Keyin sug'urtali tibbiyot 2016-yildan men gapirib kelyapman. Psixosomat tibbiyotni gapiraverib, u avvalgi rektorga rosa bir yomon ko'rinib qoldim. Senatda ham gapirganimda, nimada uni ham mana tibbiy psixologiya ham ochildi, psixosomatika ham. To'sman o'zimni yo'nalishimda ko'p narsaga erishyapman. Chiqyapti. Keyin meni kitoblarimni o'zim pul berib chiqarayotganim yo'q. Shundoq chiqarishyapti, sotilib ketyapti rostdan ham.
Menga bergan gonorari kerak bo'lsa sovg'a qilib boryapman. Ya'ni otam aytganlar, bolam kitob sotib boyimaysan, obro' topasan deb. Doktorligimni orqasidan topishim yetadi menga. Ya'ni aytmoqchi bo'lganingiz, o'sha erkin fikrlar, tanqidiy fikrlarni kimdir eshitishi, tatbiq etilishi ham bu qanaqadir ravnaq sifatida aytmoqchi. Yomonlab tepaga yetkazishadi-da. Bilasizmi? Yomonlab yetkazishadi. Keyin ko'rolmaslik psixologiyasi bor. Men endi hayron qoldim. G'ayrat Bahrom Shomarov aytdi. Bu xalqona terminmi, ilmiy terminmi desam, ko'rolmaslik ilmiy termin dedi. Ilmiy atama dedi. Yo'q desa, bor dedi. Asosan g'ayirlik shunaqa mana qarindoshingiz bo'ladi dedi. Ko'rolmaslik bo'ladi u dedi. Keyin o'tirib o'ylasa, nima qilishni bo'ladi dedi. Ba'zilarga dedi, xursand bo'laveradi dedi. Bor-da u. Hatto dissertatsiyalar qilingan shu bo'yicha. Shu g'ayrilik, ko'rolmaslik haqida gapirganda ko'pchilik bizni o'zbeklar shunaqa, biznikilar shunaqa, har doim o'zimiznikini sotgan, boshqa davlat, boshqa millatlar o'zini bir-birini qo'llaydi, lekin bizning millatda ko'rolmaslik kuchli degan so'zlar bor-da. Shu qanchalik asosli? Mana shu g'ayrilik bu qanaqadir millat bilan assotsiatsiyalashadimi yo bu boshqa millatga bunga Alisher Navoiy aytgan. Xalqning yomoni bo'lmaydi, ichida yomoni bo'ladi deb. Bu bir. Qo'ying u narsalarni real gapiring desangiz, men Xivaga uchayapman. Yonimda o'tirib qoldim tarjimon bilan. Keyin samolyot ikkiga bo'lingan. Bu yoqda nimada? Gaplashib ketyapmiz. Bu yoqda milanliklar ketyapti dedi. Bu yoqda rimliklar dedi. Tinchlikmi dedim-da. Birini ko'rolmaydi dedi. Hamma rimliklarni ko'rolmaydi dedi. Nega dedim-da? Bu Karim davrida bo'lgan voqea. Rim imperiyasi bo'lgan-ki o'zini baland tutadi ular dedi. Hamma joyda bor-da bu. Buni qilish kerak emas. Men shu narsani yo'qotib, haqiqiy o'zbeklarni tepaga chiqarish uchun demokratiya kerak-da. Qullik mantoqligiga qaytsak, demak, o'zligini anglagan odam, o'zligini hurmat qilish, o'zligini anglashdan menimcha qullikdan qutulish boshlanadi yoki o'zligini bilgan odam qullik qilmas ekan, demak, o'zligini anglashi nimadan boshlash kerak? Shu yetishmayaptimi bizning jamiyatda? Qullik borligi, hamon Sovet davri nima deydi, Rossiya rus tiliga va Sovet davriga qanaqadir sog'inishi odamlarni rus tiliga o'z tilini qo'llashdan ko'ra rus tilini qo'llash afzal bilishi hammasida-da o'zlikni anglamagani, o'zini tanimagani yotmayaptimi tagida? Bu bahona Sovet davrida bizani qullik tafakkurni miyaga singdirib ketishdi degani to'g'ri. Bular shu bilan shug'ullandi. Chunki tilga, tarixga, dinga hujum qilishdi. Uchta narsaga boplashdi. Traynoy udar bu bo'ldi. Tilga, dinga, tarixga bilishadi-da. O'sha Bartolt nimalar rosa o'rgangan bizlar bilasiz andaqada. Bular Sovet davridagi qullikka o'sha yoqqa ayblayapti. Xo'sh, nega sen 89-yil til haqida qaror qabul qildingda, nega tilga rioya qilmayapsan? Men xalqqa aytayapman polnosti. Telegramlar paydo bo'lmasdan turib Ozarbayjonda lotin alifbosiga o'tdi-yu, 100% lotin alifbosi bo'lib ketdi Ozarbayjonda. Nega bizda ikki xillik saqlanib qoladi? Nega ilmsizlik, savodsizlik ko'p? Chunki otalar, buvalar rus tilida, kiril alifbosida yozadi, farzandlar lotin alifbosida, o'zbek tilida ham alifboda to'siq, ham tilda to'siq. Endi uni chiqish uchun yana bir marta aytaman. Birdaniga bir kunda o'zgarsa bo'ladi odam. Bo'ldi, menga juda yomon ta'sir qildi Ibodlayevning intervyusi. Nafsiyonatimga tegdi yaxshi ma'noda. Deb nima bo'ladi? Bir kunda o'zgarsa bo'ladi. Menga tegizib gapiryapti kafedrada, men ruscha gapiraman. Ruscha haligi foydalanilgan adabiyotlar deganda avval ruscha kitoblarni qo'yib, keyin Ibodlayevning kitobini qo'yaman. To'xta, menga tegib ketyapti bu gaplar deb bir kunda o'zgarsin. Yana bir marta aytaman, seni qoningga to'kkan. Haligi vodiygacha boradigan osib qo'yib, qarg'alar ko'zdan cho'qilagan ota-bobolaringni o'ldirgan xalq tilida nima qilasan gapirib? Ular gapirsin, o'zbek tilida gapirib ko'rsin-chi. Nega konferensiyalar rus tilida biladi? Yig'ishtir desa o'zgarsa bo'ladi-ku. O'ziga bog'liq. Nima, Spartakni ular nima qildimi?
shoh ozod qildimi? Voy, o'zlari o'zi intiladi-ku. Mana o'zi ham intilganingizda aytasiz-ku, haq olinur, haq berilmas deb Behbuddin aytgan gaplarini aytasiz-ku. Shu ma'noda oddiy narsa, o'zingning tilingda ona tiling-ku. Voy, nabirang bilan ruscha gaplashasan, otang bilan onang bilan ruscha gaplashasan, ruscha yozasan. O'zini qulligini bilmaydigan qul bular. Bular eng dahshatli qul. Qaysidir nuqtada balki bizda ham mantoqli shu qullik bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkindir. Mayli, bu mavzu yuzasidan menimcha ertalabgacha gaplashish mumkin, ertalabgacha. Mana shunaqa intervyular albatta yordam beradi o'zgarishga. O'zgarishga yordam beradi. Zarifboy aka, sizga kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Xuddi shunaqa suhbatlarni yana davom ettiramiz degan umiddaman. Sizga ham rahmat.